Farida opa, assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Alaykum. Assalomu Alaykum. alaykum. Assalomu Siz alaykum. imsiz, chef? Assalomu alaykum. Ya opa, Hozirgi hozir uyingizda gapirayotgan gapingizni ozgina eshitib qoldim opa. Ha. Biroz anaqa qilib qo'yay. Aytyapsiz-ku, nima zam hokim kanali bir narsa deb aytdingiz-ku hozir. Hmm. Bu men ham to'g'risi bu bolani вообще tanimayman, to'g'risini aytaman. Bu yerdagi adminlarini ham umuman tanimayman. O'sha men ham Bu ko'rmadim. odamlar men sizni hayotda ko'rganman opa. Bu mana odamlar bo'lsa, sizni ham meni ham ko'rmagan bular. Qattaligini ham bilmayman, prosta gapirishidan o'zbekga o'xshaydi. Katta ehtimol bilan O'zbekiston fuqarosidir balkim, o'zbekdir. Xullas, mana shu gruppada men bitta narsani ayta olamanki, bular Farida opani ham tarafini olishmaydi, meni ham tarafimni olishmaydi. Men o'zimning shaxsiy fikrim, Farida opa, sizga shaxsiy fikrim, bular hech kimning tarafini olishmaydi bular. Bular o'sha boshidan boshlab o'sha narsalarni ko'rib kelib, o'zlarini fikri bor odamlar deb o'ylayman, meni fikrim. Agar ertaga men ham xato qilib, agar ertaga bir qotillikda aloqam bor yoki bir qotillikni yashirgan bo'lib chiqadigan bo'lsam, mana shu gruppa birinchi bo'lib menga qarshi chiqadigan gruppa deb o'ylayman men o'zim, to'g'risini aytaman. Men hozirgi gapirayotgan gaplaringizda opa, hozir birovni umuman tanimagan odamingiz bitta lichkangizga narsa yozib, "Mana kanal bunaqa, ana kanal bunaqa" desa ishonib qolmang, prosta ukalik maslahat. Men shu kanalni egasini yana qaytaraman, tanimayman ham, mana yurgizayotgan adminlarni ham tanimayman, lekin bular sizni ham, meni ham, o'lgan odamni ham, onasini ham, u okean yog'idagini ham hech kimni tarafini olishgan yo'q. Bular xolis turib, vaziyatga xolislik ko'zoynagi bilan qarab, o'sha vaziyatga to'g'ri baho berib ketayotgan odamlar. Ertaga agar mana bizda agar aybimiz bo'ladigan bo'lsa, agar shu yerda bular birinchi bo'lib bizga qarshi chiqadigan odamlar. Men bu odamlar haqida negativ basman, yana qaytaraman, bularni вообще tanimayman ham. Meni ham sizga o'xshab chaqirishdi, Avaz aka, bu kanalga kiring deyishdi, kirib ba'zi-ba'zida gapirib tushib ketaman. Hozir bu yerda shunaqa narsa bo'lyaptiki, mana oz qoldi, o'zlaringlar bilib turibsizlar, bu yerda qotillik yo'qligini o'zi elchixona ham, rasmiy saytlar ham aytdi. Mana shu narsalarni oxiriga yetib borishligiga yoki qanaqadir katta fitnalarni, bundan ham battar fitnalarni oldi olinishligiga meni shaxsiy fikrim, mana shu kanalda juda o'rni katta bo'ldi. Men buni egalarini yana qaytaraman, umuman tanimayman. Yo aytsin, birontasi meni hayotda ko'rib qo'lini siqqan bo'lsa, yo bir piyola choyimni ichgan bo'lsa aytsin. Umuman tanimayman, lekin bular o'zlari shu internetda mana shu voqealarga befarq bo'lmasdan, yo batta cho'ta nimadir bo'lyapti, xalq ikkiga bo'linib ketyapti deb xolis qo'llaridan kelgancha o'sha xalqni to'xtanglar, milisa bir narsa desin, keyin davlat idoralariga qo'yib beraylik bunaqa narsalarni deb xolis xalqning ichidan chiqqan bir insonlar deb o'ylayman. Bular meni qarindoshim emas, hech kim emas. Bularga meni gapim ham o'tmaydi, eng qizig'i. Meni gapim masalan endi to'g'ri bo'lsa to'g'ri deyshadi, noto'g'ri bo'lsa aka shu gapingiz noto'g'ri deb betimga ham aytishadi. Bunaqa nimalar bo'lyapti ham. Lichkamga ham ikkitashi adminlar yozadi. Hali haq bo'lsam haqligimni, nohaq bo'lsam nohaqligimni yuzimga aytishadi. Men ham agar nohaq bo'lsam, ha gapingiz to'g'ri deb sizlar gapini olaman. Lekin yana qaytaraman, bu adminlarni voобще tanimayman. Ular kim o'zi, qatli, umuman bu narsa haqida meni ma'lumotim yo'q. Men ham kim gapirayotganligiga emas, nima haqida gapirayotganligiga qarab turib, bu adminlarga baho beraman xolos. Faqat bularning og'zidan chiqayotgan gapi haqida men o'zimning shaxsiy fikrimni bildirishim mumkin, bularning kimligini lekin bilmayman. Shuning uchun meni fikrim, bu kanal sizni nima edi, admin beradimi, bermaydimi? Hali bir ikkita odamlarning gapiga ishonib fitna qilsa, haligi bir-birimiz bilan urushib, oddiy admin beradi, bermaydi bilan ham fikrimiz bo'linib, nima bo'lib ketmasin degan ma'noda aytyapman. Bu kanalda meni fikrim ijobiy, bu kanalda adminlariga ham, boshqasiga ham, lekin salbiy emas. Ertaga yana qaytaraman, agar shu yerda aybim bo'lib chiqadigan bo'lsa, mana shu kanalda o'zi meni
joyimga keltirib qo'yadi deb o'ylayman, masalan. To'g'risida bular meni ham boshqa odamni ham tarafini olishmaydi. Bular faqat adolat uchun shu qotil bo'lsa qotil topilsin deb bular ham turibdi o'sha nimada. Bular hech kimni tarafkashlik qilib, u yog'ida bu yog'ida deb o'tirgan odamlar emas. Lekin vaziyatga xolis ko'zoynak bilan qarashyapti. Haligi hech qaysi tarafini olmasdan ki shu voqea ham adolat bilan yakunlansin, qotil bo'lsa topilsin. Lekin xalqning o'rtasida haligi bir-birini so'kib, haqorat qilib, bo'linish, bir bolalar ko'payib ketmasin deb xolis turgan odamlar deb o'ylayman. Meni shaxsiy fikrim. Kim qanaqa o'ylaydi, kim qanaqa tushunadi, menga qizig'i yo'q. Men o'zimning fikrimni aytdim bu gruppa haqida. Hali siz gapirayotganingizda qarasam, bu gruppaga qanaqadir adminlariga qanaqadir ishonchsizlik, nimalardir bo'lib ketayotganga o'xshodi. Sraz kirib o'zimning fikrimni aytyapman. Farida opa, Qosimova degan opamiz haqiqatda to'g'ri gapirdi. Masalan, kimdir ustingizdan kulib boshqa qilsa, shu gruppaning adminlari masalan bilmasdan turib gapirmaylar. Shu Farida opani qanaqa holatda, nima bo'lganligini o'zi biladi, uni yonidagilar ham bilmaydi deb. Masalan, yoningizga olib, shu gruppaning adminlari kerak bo'lsa, sizni himoya qilgan kommentda joylarini ham ko'rdim, opa. Men bular yana qaytaraman, umuman tanimayman. Fikrim faqat ijobiy mana shu kanal haqida. Gapim tugadi, sog' bo'linglar. Farida opa, yaxshi gumonda bo'lavering bular haqida. Meni fikrim, opa. Yo'q, men yomon gumonda bo'lmayapman. Prosta men o'zim aytib qo'yaman. Menga ishonchsiz bo'lib, qilishganiga aytyapman. Men o'zim ikki tomonga ham aytyapman. Menga qilyap turgan agar bironta gumoning bo'lsa ham aytib qo'yaman. Men Allohning oldida haq, Alloh meni ko'rib turibdi. Ertaga birorta men dilimda bir yolg'on bo'lgan bo'lsa, men olsin jazoimni bersin. Aytaman, men shu vaqtgacha hech narsani yashirib, bir narsani qilmasdan, men hamma yo'qda aytdim. Men chestniy odam. Agar men chestniy bo'lib, bitta hayotda yashasam, mana shunaqa qilib yolg'onchi bo'lib, kimdir fitna qiladigan odam bo'lsa, men jonimni hozir olsin. Men yashashda men qilmayman. Men unaqa odam emasman. Men juda chestim, juda balandman. Bularni niyati bilan, buni qalbi bilan qilayotgan ishi to'g'ri deb o'ylayman. Men agar men Avazbek o'rnida Koreyada bo'lmaganimda, mana shularni o'rnida bo'lardim. Menimcha, yana bilmadim. Mana shu odamlarga men to'g'risi mana shu kanalda yurgizib, xolis fikrini bitta odam bitta qo'yga o'xshamay haydasa shaqqa ketib qolmasdan, to'xtachi, menga to'g'ri kelmayapti. Jim turgan odam bu nohaq degani emas, ko'p gapirgan odam haq degani emas deb turib hali oxirida ko'raylik, bizga emas kimdir nimadir deyish deb turib, xolis turib beradigan odamlar ham kamayib ketganda, lekin shu tomonlarini men bu admini bormi, obunachisi bormi, men hurmat qilaman. Bu insonlarni, masalan, to'g'risini aytaman, o'tgan safar ham aytdim. Aynan mana shu gruppada sog' bo'ling, Asha opani yo'qotib yuboringlar. Aldayotgan qalbimni yorib ko'ryapti. Bu opa meni qalbimni yorib ko'ryapti. Bu opa folbimmi nima, kim bu? E'tibor bermang. Opa unaqa yomon gapirmang. Odamni qalbini yorib ko'rmagansiz siz. Men o'zimning fikrimni aytyapman. O'zimning fikrim, men mana shu insonlarga masalan qanaqadir foyda keltira olmayman, boshqa qila olmayman. Musulmonga eng beradigan yaxshi sovg'asi uni haqqiga qilgan duosi bo'lsa, men mana shu gruppada bo'ladimi yo umuman boshqa bir saytlarda bo'ladimi, masalan, yaxshi gumonda bo'lib, haligi bir yaxshi fikrlar bilan voqeani kuzatib, qo'lidan kelgancha o'sha biz ham adolat deb yurgan insonmiz. Biz ham o'zimiz bir tarafkashlik qilib, boshqa tarafga o'tib olib, kimdir bilan urushayotgan joyi yo'q. Biz ham adolat tarafidamiz. Qotil bo'lsa topilsin degan tarafdamiz. Agar shu insonlar yoki boshqa hayotda yurgan insonlar Instagramdami, Facebookdami, YouTube'dami haligi bir xolis turib, to'xta, oxirida ko'ramiz deb turgan insonlar, yomon gumonga bormagan insonlarni haqqiga optim qilib, hammasini haqqiga faqat duo qila olamiz. Boshqa biz beradiganimiz yo'q, to'g'risi. Lekin mana shu insonlarni haqqiga men duodaman. Bu aynan bu admini, mana nima deydi, buni kanali menga boshqa qiziq emas. Bular hali xolis turib bergan odamlar. Bular meni ham, sizni ham, boshqasini ham tarafini olmaydi. Bularga vashi farqi yo'q. Bular xolis o'rtada turib berib. Hali Alloh uchun bitta voqeaga xolislik ko'zoynagi bilan qarab turib, bir qalbimni ochib, bitta odamdan qayerga ketmasdan o'zini fikri bilan o'sha voqeani kuzatib turgan insonlar bo'lgani uchun o'zi
Bunaqa insonlar ham kamayib ketyapti. Hozir biz shunaqa zamonda yashayapmiz. Bittasi nima qilib qo'yib bitsa, ashaga qarab, ha, o'zi bir ko'zlari sal go'layib yurardi. Ha, o'zi rostdan shunaqa ekanda deb turib, bitta gapga ikkita gap qo'shib, to'rtta gap qilib, sakkizta gap qilib internetga qo'yadiganlar zamonda yashayotgan paytimizda bu odamlar shuncha anaqa bo'lib ketgan, tuhmatlar bo'lib ketganda ham mana shu odamlar to'xtanglar. Hali politsiya gapirsin, balki bunaqa emasdir, bitta musulmonga yaxshi gumonda bo'laveraylik deb shu guruhni qo'ldan kelgancha yurgizib, hali haqiqat qaror topsin deb kurashib yurgan insonlar deb o'ylayman. To'g'risini aytaman, bu insonlarda ayolmi bular, erkakmi, menga vobshe qizig'i yo'q. Lekin bularni fikrlashi, qilayotgan ishlari menga juda ham yoqadi. Shuning uchun haqlaringga duodaman. Men hech qanaqa bir sizlarga pretenziyam yo'q, bir hayotda ko'rishmasak ham mayli. Lekin g'oyibona bitta bu guruhga emas, o'sha adolat bilan turib bergan insonlar haqqiga duodamiz. Biz tomonga nimadir qilganlar emas. Umuman mana hozir bitta bola gapirdi, ana Tea hademi degan bitta bola gapiryapti. Bu bolani TikTokda ham ko'rdim. Bu bola ham konkret haligi fikri tiniq bola ekan. Meni ham tarafim olmadi, boshqasini ham tarafini olmadi. O'rtalig'ida turib juda chiroyli tushuntirdi. To'g'risini aytaman, mana shu bolaga ham o'zim rahmatimni aytaman, haqqiga duo qilaman. Men mana shu hozir jicha eshitib qoldim, Farida opa sizlardan xafa bo'lgandek bo'layapti. Men endi agar bir nima deydi, uka sifatida bir ozgina sizga gapirishga haddim sig'sa, opa, bu yerda menimcha yomon odamlar, yomon fikrli odamlar yo'q deya olmayman, nisbatan kam, to'g'risi. Shuning uchun bir-birimizga hayotda ham, mana Telegramda ham, Instagramda ham yaxshi yomonligim yomonligim yo'q. Men ikki tomonga gapirgan gapim. Hozir mana bunaqa oxirigacha shu. Assalomu alaykum. Farida opa 1 minut. Avazbek gapim bor edi. Gapiring. Hasanboy aka gapiring aka. Avazbek, men sizni uka Koreyaga kirib kelgan kuningizdan beri taniyman-da, mo Instagramda ochganingizda, boshqa yuritishni boshlaganingizda. Eslasangiz 2017-yil shunaqa holat yuz bergan. Eslaysizmi? Gapirsangiz, aytsangiz eslashim mumkin, lekin unda holat ko'pda qaysi bir o'zbek marhuma qiz o'zini o'zi osib qo'ygan. Ha, hali Toshkentlikda mana. Yaxshi ko'rgan yigiti alaqa nima, tug'ilgan kunga ketib qolib. Toshkentlik edi menimcha. Parandami? Parandagi voqeani aytyapsiz? Ha, Toshkentlik edi. Toshkentlik qizida, men esladim u qizni, o'sha payt men zavodda ishlardim. Ha, zavodda ishlardingiz. Ha, zavodda ishlardim. Men kuzataman-da men. Bo'ldi, esladim. Ha, zavodda ishlardim o'sha payt, to'g'ri. Ha, gapiravering aka. Endi deganim, yana shunaqa holatda endi deb o'ylayapmiz-da biz, asha rashk boshqa. Paranda ham bo'lgan-ku bu voqea, paranda. Paranda ham. Avaz aka, yana bitta savolim bor aka sizga. Avvalambor rahmat, assalomu alaykum. Hozir ham mana sizlarga bu aytadigan gap emas. Hozir ham mana kecha ham bittasi o'zini osmoqchi bo'ldi, mana bugun ham bittasi o'zini osmoqchi bo'ldi. Bu osmoqchi bo'layotganlar juda ham ko'p. Juda ko'payib ketgan Koreyada. Men bekorga bu videoni bunday qilib ibrat uchun demadim. Mana nechta odam, mana oddiy o'zlaring xolis bo'lsalaring gapiringlar. Men o'sha voqea bo'lib, o'sha video qo'yilgandan keyin ham men aynan mana Farida opa taniydi u qizni, Piontekda bo'ldi o'sha holat. U ham Piontekda yashaydigan bitta qizni biz Melisa bilan kirib, o'zini o'zi osib qo'ygan joyda o'sha Melisa kirib qutqarib qoldi. Melisaga men telefon qildim. Keyin u qizni olib borib jinnixonaga yotqizdik. Jinnixonadan elchixona bilan, Melisaxona bilan hamkorlikda O'zbekistonga jo'natib yubordik. O'sha qiz masalan hozir yashayapti. Mana bunaqa holat juda ham ko'p. Ayniqsa hozir kim nima desa desin, xolasa borib kerakli tashkilotlardan tekshirib olsin. Koreyada yashayotgan chet el fuqarolarning o'rtasida ham o'z joniga qasd qilish nimasi reytingi ancha balandlashib ketdi. Oldin karslar ichida ko'p bo'lardi. Birinchi o'rinda turadi. Chet elliklarning ichida ham o'z joniga qasd qilish juda rivojlanib ketdi. To'g'risini aytaman, kecha masalan bitta yosh bola, yaqinda kirib kelgan bitta bolacha o'zini o'zi osishga harakat qildi. Undan oldingi kuni bitta bola telefon qilyapti. Ha, desam, kimsan desam, men cho'chqaman deyapti. O'zini aytayapti. Kimsan desam, yo odam bo'lsang kerak desam, yo men cho'chqaman deyapti. Yo nima oldingda odamga berchi desam, aka bu bolaga jin tegib qopti, ertalabdan beri men cho'chqaman deyapti dedi. Musulmonmisan desam, yo kofirman deyapti. Keyin o'sha bola o'zini 3-etajdanmikin tashlab yubordi.
tashlab yubordi, bitta qo'li uzilib ketdi o'sha o'zbek bolani ham masalan. Bitta qo'li uzilib ketdi. Bu batda keyin juda katta ishlar bo'lib ketdi. Bu biz mana internetga qo'ymayapmiz degani hamma yo'q suv quygandek jimjit degani emasda. Prosta men asabim buzilganidan post qo'ymayapman. Lekin bunaqa holatlar rosa ham ko'payib ketdi. Juda ko'payib ketdi. Mana bitta qo'li uzilib ketdi, o'sha qo'lini bo'yniga ilib qo'yishdi, o'sha bola ham masalan ketdi. Men aytmoqchi bo'lganim, bunaqa holatlar juda ham ko'p. Men o'sha yerda ham boshida ham aytganman, hozir ham aytaman. Bu holatlar ko'payib ketavergani uchun bu narsa, Koreya bu orzular mamlakati emas, bunaqa cho'rnibeli tomonlari ham bor. Shuni o'ylanglar, ota-onalar yoki boshqalar. Kesing dadang bilan ke, akang bilan ke, ering bilan ke degan maqsadda qo'yilgan narsani umuman boshqa tomonga tortib ketishdi. Mayli, hammani niyatiga yarasha Alloh beraveradi ajrini. Men masalan o'sha narsani juda chiroyli ko'ngilda qo'ygandim, lekin voqea bu tomonga aylanib ketdi. Mayli, endi kim nima qilsa o'z javobini beraveradi, lekin men bu gruppagalik qisqacha gapim negativ emasman. Fikrlarim ijobiy. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, zarracha aybi bo'lsa yoki zarracha birov dilini ortadimi yoki birovni haqqini yeydimi, boshqa qiladimi, o'zi javob beradi. Men hech kimga ortiqcha gapim yo'q. Biz ham sizlarga o'xshab adolat tarafdorimiz va birinchi bo'lib men bu narsani mana Farida opa bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, любой joyda aytaman. Zo'ri bo'lsa chiqsin, adolat deb men birinchi chiqqanman. Birinchi bo'lib men ash qizni sanlab o'ldirib qo'ygan bo'lsangchi deb turib men 1 soat so'kkanman. 1 soat so'kkanman, ash ikkalasini 1 soat so'kkanman. Keyin elchixonaga mana shu qizga adolat qilib beringlar, o'ldirib qo'ygan bo'lsa kerak mashini, cho'ta ikkalasi shubhali deb turib elchixonaga birinchi bo'lib adolat istab men borganman. Mana shu Nozima uchun men borganman. Undan keyin Farida opa Melisaxonaga birinchi bo'lib mana hozir chiqib olib o'zlaricha bir narsalarga yozib olib baqirishyapti. Og'zi yirtilib ketadigan darajada. O'shalar unda uyda yotuvdi. Bu hech nimani bilmasdi. O'sha paytda mana shu sizlar endi hamma basu ba'zi bir insonlar orqasidan kulayotgan mana shu Farida degan ayol birinchi bo'lib Nozimaga adolat istab Melisaxonaga borib Melisaxonani oyoqqa turgizib, bu qizcha meni yaqinimidi, sinimidi deb birinchi bo'lib Melisaxonani titpisini chiqarib o'rgan. Mana shu Farida opa bo'ladi. Birinchi bo'lib elchixonaga borib, elchixonaning eshigini taqillatib, kechasi 12 gacha o'tirib, "Yo, bizga adolat qaror toptirib beringlar" deb biz mana shu o'tirgan, birinchi bo'lib elchixonaga xabar bergan men bo'laman. Mana Farida opa bilan kecha soat 12 gacha elchixonada o'tirgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Mayli, bizni Xudo bilsin, biz shu paytgacha chiqib, bizni uydi demadik. Mayli, Xudo bilsin, Alloh bilsin, bandasiga bir narsani isbotlash shart emas. Men hozir xolasalar ham prямой efir qilib ham gapiraveraman. Prosta tak bittasi aytayapti, nimaga prямой efirda yo'qsiz? Men post qo'ymayapsiz. Prosta tak mandaqa odamning xarakteri shunaqaki, prosta bir ish qilsa zo'r qilib tashlaydi. Bir haligi nima deydi, dangasa tomiri tortib qolsa, umuman bir ish qilgisi kelmay qoladi. Hozir mana shunaqa vaziyatdaman. Shuning uchun men mana kichkina gruppachada gapiryapman. Hozir prямой efirim bitta yoqsam ming odam kiradi, lekin menga qanaqadir narsa kerak bo'lsa, men katta Instagramimni yoqib ham gapiraveraman. Shuning uchun akalar, opalar, faqat kutinglar, sabr qilinglar. Hech kimni dilini ortmanglar, sabr qilinglar. Meni yomon ko'rib qolganlar, meni o'sha videoyimdan keyin temaga kirib kelganlar, mayli, sizlar ham o'zlaringni haqiqatlaring bilan yuraveringlar. Lekin bu temani boshidan kuzatayotganlar, mana men ayniqsa mana THD deganni men vaqti tanimayman. Erkak kishi ekan. Mana shu bola mana vaziyatga to'shni bahoda berib qo'ydi. Hozir ham mana shu kirib olib gapiryapti, haldan beri gapini eshitib o'tiribman. Alloh rozi bo'lsin, o'zi ko'zi ochiq odamlar nima o'ylayotganini bilib o'tiribdi. Elchixona ham, Tashqi ishlar vazirligi ham, politsiya xonasi ham, undan kattasi ham o'zi hamma bilib o'tiribdi. Prosta tek qo'yib qo'yilgan, o'sha o'zini bir qonun qoidasi bo'yicha ish ketyapti. Kerakli vaqtda kerakli natijalar chiqadi. O'sha paytda uyalib qolmaydigan darajada jim o'tirgan odamlar yutadi, meni fikrim. Jim o'tirgan odam. Gapiring opa. Savolim, assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki. Qisqa qiling. Ha, qisqa qilaman. Siz deyapsizki, aybdorni, qotilni militsiya aytsin deyapsiz. To'g'ri. Lekin videolaringizda ilk bora Nozimaning uyiga kirganda siz
o'zini o'ldirgan deb chiqyapsizda. O'sha aybdorni, qotilni milisa aytsin, Nozimani ham o'zini osganini o'sha ekspertiza qiladiganlar aytsin. Hatto buni masalan ijtimoiy tarmoqlar nimalar ham da'vo qilib o'zini o'ldirgan deb chiqishsa ham, ular ham bitta faktga asoslanib aytishlari kerakda. Masalan, Opa qisqaroq savol bering. sud ekspertiza Konkret savol bering. Menga qanaqadir maslahat, paniyatga kerak emas. Savolni o'zini bering. Tushib ketdi opa pastga. 12 seriyani Savol bering. ko'rmagan odam gapirmasin, iltimos. Aytayapti-ku hozir. Men Qaranglar, birinchi o'rinda seni bugungi- o'ldirib qo'ygansan-ku deb. Menchi asab qaranglar, buzilgan. insonlar, men hozir prямой efirni ham yoqib olaveraman. Mana shu gruppani prямой efirda ham qo'yaveraman. Men yana qaytaraman. Bu yerga kirib kimgadir mana u bitta xotin kim hozir savol javob bergan, bu xotinga mana shu mavzuni aytdim nima-yu, aytmadim nima. Bu xotin shuni bildi nima-yu, bilmadi nima. Hozir bu yerda biz hamma yo'qda politsiyaga aytib bo'lganmiz. Oxirida politsiya gapiradi, keyin hamma tilini tishlab qoladi. Shuning uchun politsiyaga aytadigan gap bo'ladi, ommaga aytadigan gap bo'ladi. Men o'zimni gapirgan gapim uchun qonun oldida javob beraman. Siz oldingizda javob bermayman. Kerakli payt hamma narsa tugagan, tochka qo'yilgandan keyin unda aytib xohlaganingcha desa, o'shanda qog'ozga o'rab aytib tashlayman hamma narsani. Avaz aka, qarang mana siz Koreyani bir boshqa burchagida ishlayotgan bir o'zbek yigitisiz deylik. Misol uchun men o'rnimga qo'ying. Men boyagi videoni ko'ryapman. Mitingda ko'ryapmanda qonim 800 ga chiqib ketyapti darajasi. Nima uchun? Mana ishongan o'zbek yigitlari shularga ishonaylikmi deyapti. Men chiqyapmanda ishonmasang deyapman, o'rgatyapman, qanaqa bo'lishini deyapman. O'rgatyapman. Men o'sha o'zbek erkagiman deyapman. Bitta men chiqyapman, bittasi telefon qilyapti-da, hech kim gapirgani yo'q deyapti. Nima uchun sen chiqib gapiryapsan deb. Men hammasini nomidan kerak bo'lsa chiqib gapiraman deyapman. Gapirdim deyapman. Endi sizga savol, siz meni o'rnimdasiz, bitta joyda ishlayapsiz, tinchgina birovga zarar tegani yo'q. Bitta video chiqyapti-da, 4 ta qiz, o'zbek erkaklari shunaqa ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan desa, deb shuni o'tkazib yorsangiz. Shunda o'zbek erkagi bo'lasizmi siz? Masalan, nima agar degan o'zbek fikrda masalan erkaklari degan bo'lsa, opa noto'g'ri gapirgan. Aynan bitta nima, bitta gapirgandan keyin menga qaratib gapirish kerak, ismimni aytib gapirish kerak. Mana shu bola deb turib gapirish kerak-da. Umumiy hammaga gapirib yuborgan bo'lsa, bu opa hozir xato qilgan bo'ladi-da. Butun hamma o'zbek erkaklariga bitta shablonga qo'yib gapirayotgan bo'ladi-da. Shuning uchun aniq manzil bilan gapirish kerak-da. O'zbek erkaklari desa bo'lmaydi-da. To'ppa-to'g'ri. Mani gapirsin. Mani o'zichi ashakka borib gapirish ham noto'g'ri. O'zi ustimdan yozyapti ekan, borib advokati bilan yozsin. Nima qiladi? Ko'chadaglar o'tib ketayotgan karislarga nima qizig'i bor uni? deb qaraydi-da. Nima bo'lyapti deydi. O'shada 3 yildan beri karislarni o'rganib politsiyaga kirsa o'sha ishni qilmaydimi? Meni yana tergovga tortyapti. O'shan borib turib tergov qilinsin yana bitta desa, xo'p deb politsiya tergov qiladi. Uni ko'chaga chiqib baqirish shart emas. Men bilmayman, men xolis Sitorop ikkalamiz to'g'risi xolis bo'lib, rostdan ham singildek borib, yordam bermoqchi bo'lib borib, shuncha nimaga qolib ketdik-da. Mayli endi, u ham Allohdan ekan. Ya'ni yiqilib ketganimga bitta sizlarga bir nima aytib beray. Qonunni endi yaxshi biladiganlarga, endi O'zbekistonda ham bor, butun davlatda bor qonun. Miting bo'lyapti. Просто bular menga shibi, Koreyada shibi deydi. Shibi qorosi bo'lyapti. Meni o'tib ketyapti tursam, videoga olib, meni atayin jahlimni chiqarish uchun, meni xarakterimni bilib turib, atayin meni videoga ol deb buyruq berib, olyapti. Hammasini kamerasi men tomonga qarab turibdi. Iye dedim. O'shda tanish qiz ham bor ekan mitingda. Shuni men tomonga bunday kamerasini qaratdi-da, sraz baqa o'girib oldi. Menligimni ko'rib turibdi. Baqa o'girib oldi. Keyin hammasini kuzatib turibman-da. Keyin meni jahlim chiqib ketdi. O'chir videoni deyapti. O'g'lim ham ayamni videoga olishma deb aytayapti, ogohlantiryapti. Baribir ol deyapti. Kimdir yana o'sha videoda chiqib qopti, ana jalab kelyapti debdi. Ko'ryapsizlarmi, odamga qanaqa ta'sir qiladi? Chunki meni videolarimni chiqarishib asabimga tegishyapti-da bular. Keyin bularni men kechirib ham bo'lmaydi-yu. O'sha paytda meni jahlim chiqib, yuguryapman, bir yugurib bordimda, o'g'lim u yerda meni ko'tarib olib ketdi.
ko'tarib olib ketuvdi. Nimaga ko'tarasan dedimda, anu qilib tashladim, o'g'lim so'kib tashladim. Militsiyalar ham to'sdi. Keyin ular yana qo'ldan chiqdimda, yugurib borib o'sha telefonini. Mani o videolarimni chiqaryapti turgan 19 Sabiy degan qiz bor. Men baribir uni politsiyaga berib qo'yganman. U chiqadi baribir. Qatga qochsa ham osmonga chiqam, yerga kiradim, baribir topadi politsiya. Uni o'sha kuni ham politsiyalar oldi u profilni. Mayli, topiladi u. O'sha odam o'sha yerda ekan, mispolijinas chiqdi degani uchun men bordim, xulayib turgan odam edim. 7 minut bir qolgan ekan, bir 20 minutmi qolgan ekan men borganimda. Miting tugashiga. Guljon opamiz yozibdi-da, Farid opachi yo'l o'rtasida yotgani zo'rmi, yana kechirim so'rayapsiz deb yozyapti. Mana endi tushuntirib berdi Farid Endi aka nima uchun yotganini. men tushuntirib beryapman. Menga shunaqa qilishib, izvatsiya qilishyapti. Keyin yugurdim. Yugurib ketyapti tursam, Alloh qudratini qaranglar, shuni yiqitib qo'ydi meni o'sha yerda. Oyog'im shunday kuchdan qoldi. Yiqilib ketdim-da men. O'zim ham bilmayman qana yiqilgan, videolarda ko'rdim. Qana holatda yiqilganim nima eslolmayman-da men. Keyin o'sha oyoq ishlamay qoldi-da, bir tomonim ishlamay qoldi. Uni Alloh qudrati deb o'ylayman. Nimaga? O'shga borib kimdir bir pochini yurganimda, qolgani endi buni ishlar qolib milisavozli bo'lib ketar edi. To'g'risi. Temul milisaxona oldida kimdir soch pochini yulib, bir pipalash bo'lardi o'sha yerda. Shuning uchun Alloh qudratini qaranglar-da, ushta yiqitib qo'ydi. Borma, ushta qo'lingni harom qilma degani. Allohning bu ham nimasida? Izni. O'shuning uchun men o'yladim, shuga qo'limni tekkizib, qo'limni harom qilmadim. Alloh meni yo'limni to'sibdi ekan deb qo'ydim, xolos. O'sha o'zlari ham tushunib olsa bo'laveradi. Agar o'zimcha shantaj qilsam, nima qilib, bayinsani mashinasiga chiqib ketib, u qilib yurardim. Menga nihoya kerak emas. Indamay chiqib ketyapti turdim. Keling, miting tugagandan keyin yozib berasiz ustidan dedi. Bo'pti deb kofe shopga chiqib ketyapti turgan joyim edi, mashinamni ichkariga qo'yib. Keyin yana bitta narsani ta'kidlab qo'yaylik. Men bu yerda o'tirib olib, skrin video qilib olib, zapis qilib olib, men bu yerda gaplarni qirqib, montaj qilib yuradigan odamlarning joyi emas. Sekin chiqib ketaveringlar. Hozir bu yerda qanaqa mavzuda chat ochildimi? O'sha video olgan kunidan boshlab, o'sha videoni kimdir olib, videoni chiqargan kunidan boshlab, o'shani ota-onasini umri qisqarib boraversin. Har 10 yilga har nafas olganda. Har onasini nafasi 10 yil bo'lsin. Umri 10 yilga qisqaraversin. Shu meni tilegim. Aytyapman, shu narsa bo'lsin. Mana shunaqa insonlarni, ko'zi ochilmayib turgan insonlarni mana shunaqa qilaversa, fitna uyushtiraversa, bu fitnachilar bor-ku, ertagacha parokanda qiladi, davlatda ham parokanda qiladigan mana shunaqalar bo'ladi. Men aytyapman, meni videolarim mana shunaqa bo'lmagur zapislarni olib chiqishib, tuhmat qilishib, mana shunaqa qilib odamga anu qilishyapti, izvatsiya qilishyapsanmi? Sani ota-onangni har bir nafas olganda 10 yilga qaraversin. 10 yilga umri qisqaraversin. Meni tilegim shu. Temuli sani ham. Alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsan, Farida opa, Yaxshimisiz? Gaplar so'kinadi-ku, og'zida yomon gap. Bu deb so'kinyapsanlar. O'zing lopga chiqa olmaysan. Lopimga chiqa olmaysan hech kiming. O'sha ekranda orqasiga o'tishib olib, g'ala-g'ala qilishaverasan. Lopimga chiqib gapir, lopimga, oldimga kelib gapirish. Bitimga qarashamaysan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimsiz? Yomon sog'lig'im. Aza qilib kuldilaymi videoni ko'rib? Yo, men biror ustidan kulmayman uni. Hali politsiyaxonada tursam, uchta bola kirib kelibdi. Bitta bolani, student bola karsda urgan ekanmi? 10 kundan beri politsiyadan chiqarmayapti ekan. O'tirganda, opa sizni ko'rdik, o'qimoqchi edik, tarjimon kerak. Nima qilmabsan-da, o'zing kirib chiqdilaymsan, ha dedi. U bolani qattarligini aytishmayapti ekan. Aytmaysanmi dedim, qattarligini bilsak bilib berardim desam, siz opa dedi, qilib o'tirgan ekan stressda dedi. Shu videongizni ham ko'rib, opa to'g'risi dedi, rosa ichim og'ridi deyapti. Bir kichkina bola kelibdi. Rosa ichim og'ridi opa o'sha videongizni ko'rib. Deb shunday nima qilyapti, menga gapiryapti. Men tanimayman-da u bolani ham-da. U bola ko'rgan ekanman. Kimdir kulib qilyapti, kimdir qilyapti. Mayli, u odamlarda o'sha kulgani uchun ham qalbi toza odamlarda qalbi og'riydi shunaqa vaziyatlarda ko'rsa. Kimdir joni og'risa, shu kimdir nima qanaqa og'ir vaziyatda turgan bo'lsa, shundan kulmaydi-da qalbi toza insonlar. Asha
qalbi rasvo bo'lib ketgan mana shu tarbiyasi chatoq mana shu oilada katta bo'lgan farzandlar ham xuddi shu ishni qiladi, kuladi-da. Chunki vijdoni yo'q bo'ladi ular. Keyin qarang boyagi mitingdan keyin Sherzod 30-aprelda qayta tergovga chaqirildi Voy, degan bugun narsa. bo'ldi tergov. O'sha yerda men o'zim ishim bilan borgandim. U tergovga kirgan ekan 10:30da. 10dami tergovga kirgan ekan. Sherzodmi?